Sifati ham bor. Az yana eshitdim. Men hech bir haqiqiy bir onani ko'rmadimda, uchratmadim. Farzand uchun yashaydigan. Onalar bir farzand uchun o'zini zahar ichishga tayyor bo'ladi. Onalar bir farzand uchun jarga tashlashga rozi bo'ladi. Onalar bir farzand uchun haqiqiy onalar. Farzand uchun o'zini qurbon qilishga tayyor bo'ladi. Siz farzandingizni boshini silagan insonga yoki farzandiga o'z farzandini mehr bergan insonga turmushga chiqarmadingiz? Chiqardim, bolam o'rnida ko'rsa. Boshini silagan inson. Men o'ylavadimki, yana bir savol berasizmi? Qanaqa qilib o'g'lingizni tashladingiz degan savolni ham berasiz. Uning oldingi hayoti qizig'i yo'q edi. Oldingi hayotini qizig'i yo'q. Yaxshi, zo'r gap bo'ldi. Farzand qadrini farzandsiz insongina tushunadi. Voy, yashang Jonim bolam. Shu farzandlar tirnoqqa zor bo'lib, anaqa parklarga borsam, insonlar farzandi bilan yetalab yurib anaqa qiladi. Men o'sha yerda o'tirib tomosha qilib, qani edi mening bolalarim bo'lsa, farzandim bo'lsa deb armon. Jonim bolam, ko'rdingizmi? Qanday otalar bor. Bu otalik mehr bor, lekin farzand yo'q. Birovni bolasini o'zini bolasiday ko'rishga hozir tayyor. Sizni hozir hazilakam gap bo'lmadi. Hazilakam gap bo'lmadi hozir. Bolama. Men muzlab qoldim. To'xtamort aka, muzlab Ham yaxshi gapirdi bolama. Qarang.